Yaqinda menga buvamdan qolgan eski kvartiraga keldim. Xona unchalik ham katta emasdi. O'rtada divan, tepada lampa, oddiy stol va eski shkaf bor edi. Bu juda ajoyib edi, kichkinagina xona. Kechasi men uxlashga yotardim va dam olardim. Lekin kechasi shkafdan yoki qayerdandir g'alati ovozlar kela boshladi. Bu ovozlar meni biroz qo'rqitdi. Lekin men bu ovozlarning qayerdan kelayotganini bilmasdim va shkafga bir qarab qo'yardim. Qaragandan so'ng men yana yonga burildim va dam olishda davom etdim. Shunchaki buni oddiy tovush deb o'yladim. Va yana ovoz kela boshladi. Men yon tomonga qarab yotdim, lekin baribir foydasi bo'lmadi. Yana ovoz kela boshladi, balandroq va qo'rqinchliroq edi. Men bundan uyg'onib ketdim va asta-sekin shkafga qaradim. Shkafda hammasi joyidadek ko'rinardi. Men sekin o'rnimdan turishga qaror qildim. Biroz turdim va shkafga qaradim. Hech narsa ko'rinmasdi, chunki juda qorong'u edi. Men bu yerda nimadir borligini bilardim. Shu sababli o'rnimdan turdim va chiroqni yoqdim. Men yaqinroq borganimda shuni payqadimki, shkafning eshigi ochiq ekan. Men shkafni shunchaki yopib qo'ydim va dam olishga yotdim. Taxminan soat 3larda yana asta-sekin o'sha ovoz eshitildi. Va adashmasam, shkaf yana sekin ochildi. Bu gal men yana qaradim shkafga. Когда мои глаза привыкли к темноте, из старого шкафа показалось что-то. Men o'sha qorong'ilikka qaraganimda menga qandaydir qo'l ko'rindi. Juda g'alati va qo'rqinchli. Men ko'rpa bilan yuzimni yopib oldim. Juda qattiq qo'rqayotgan edim. Nima qilishni bilmasdim. Yuzimni yopib, asta-sekin shkafga qarardim. Shkafdan qo'l bilan birga xuddi gnomlarnikidek katta bosh ham chiqib keldi. Juda uzun jag' va mayda-mayda tishlar. U asta-sekin shkafdan chiqdi va sekin-astalik bilan mening divanim yoniga keldi. Men qo'rqib ketar edim. U menga nimadir qilib qo'yadimi deb. U divanim oldiga keldi. Va qizig'i shundaki, u menga hech narsa qilmadi. U menga qaradi va biroz tikilib turdi. Tikilib turdi-da, sekingina bir g'alati qarash qildi va yana shkafga qaytdi. Ertasi kuni men bo'lgan barcha voqealardan qo'rqib ketgandim. Nima qilishni bilmasdim va aksiya bozorida shkafni sotishga qaror qildim. Sotib oluvchilar aytdiki, bu juda noyob va qimmat shkaf ekan. Men uni sotib yubordim. Bu yer endi bo'sh edi. Men endi tinch uxlayman deb o'ylagan edim. Va taxminan 2 kundan so'ng men tinchgina yana uxlashga yotdim. Lekin bu gal hammasi yaxshi bo'lmadi. Aksincha, bu gal avvalgidan ham battar